Ikkala mana chorvador akalamizga o'ta qulaylik, yem mishalka ko'rishlaringiz mumkin. 250 kilolik aka bu. 250 kilolik aka. Necha minutda aralashtirib bo'lyapti aka? 5 minutda tayyor bo'ladi aka. 5 Solishni minutda. boshlagandan 5 minut. Nimalar bor aka buni ichida hozir? Buni ichida Qo'yga yem tayyorlayapmiz, ha? qo'yga yem aka olibchi. Selosli yem bo'lyapti. Somon shunaqa narsalari bor. Somon bor akalar, beda bor, yantaq bor, kepak bor, bug'doyni kepagi bor. Ichida akalar tolan bor. Hozir tolni ham maydalab ko'rsatdik, hamma narsani soldik. 5 minutda tayyor bo'lyapti. 5 minutda tayyor bo'lyapti aka. Bizda ratsion yo'q aka. Aha. Shu nima maydalasak shuni aralashtirib yem qolib turaveradi. Topganimiz solamiz. Topganimiz solamiz. 5 minutda 250 kiloni aralashtirib bo'ladi. 5 minutda 250 kilo don bo'lsa aralashtiradi aka. Aha. Hozir mana bu qashaylarimiz 200 kilo, 170, 180 kilo bo'ladi. Ha, tushunarli. Maksimal. Hozir bu kamroq qolgan. Buni necha kilodan necha kilogacha bor ekan? Xo'p, eng kichkinasi 150 kilolik, Aha. 250 kilo, 350 kilo, 500 kilolik. Narxlari? Narxlari 3,5 million so'm, 5,5 million, 6,5 million, 500 kiloliga 8,5 million. 8,5 million so'm. Dastavkasi O'zbekistondan 12 viloyatiga Kelishilgan holatda bor. tushunarli. Akalar ekranni pastga telefon raqamlariga qo'yib qo'yamiz. To'liq videosi Eldor YouTube kanalida.